Bo'lmasam men boshladim bo'lmasa. Xo'p, SNR nima? SNR ya'ni support va resistance darajalari orqali savdo qilish uslubi. Вот support va resistance darajalari nima degani? Support daraja qo'llab-quvvatlash, ya'ni o'z nomidan o'zbekchasiga qo'llab-quvvatlash daraja deb hisoblasanglar, resistance darajasini qarshilik daraja deb tushunishimiz kerak biza. Qarshilik daraja va qo'llab-quvvatlovchi daraja. Xo'p, qaranglar. Вот bizani e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, ko'pchilik adashadi, ya'ni aynan supportlarni va resistance, kuchli resistance, вот strong resistance, strong support degan anaqalarni eshitgansizlar-ku, to'g'rimi? Kuchli support, kuchli resistance. Avvalambor biza tushunadigan narsamiz, ya'ni biza ishlatadigan narsa, вот например, support daraja narxi kuchli orqaga qaytarib yuborgan daraja hisoblanadi. Ya'ni aynan qaytgan darajasi. Ya'ni aynan qaytgan joyi biz uchun support daraja hisoblanadi. Resistance daraja narxi xuddi shunaqa orqaga kuchli qaytarib yuborgan daraja o'zi resistance daraja hisoblanadi. Ya'ni bu yerda ham xuddi shunaqa ikkinchi shaklni ko'rsatgan. Nu buni qanaqa topish kerakligini hozir aytaman. Ya'ni bir-biridan support va resistance darajalarini bir-biridan ajratib olish kerakligini. Ya'ni bu kirish qismi bo'lgani uchun sizlarga tushuncha bo'lishi uchun o'zi aslida support va resistance nima? Ya'ni support tushunishimiz kerak aynan bu joyda narx singan shakli. Ya'ni narx sell variantdan buy variantga, ya'ni sell tushuvchi trendni вот o'suvchi trendga sindirib yuborgan daraja aynan support daraja hisoblanadi. Ya'ni qo'llab-quvvatlovchi daraja hisoblanadi. Va resistance daraja esa narxni kuchli, ya'ni o'suvchi narxdan tushuvchi narxga sindirib yuborgan daraja resistance daraja hisoblanadi. Ya'ni bu sell resistance, ya'ni buy support. Ya'ni shunaqa tushunishimiz kerakki, buy, ya'ni umuman hamma tushunadigan tilda aytadigan bo'lsak, support qo'llab-quvvatlovchi daraja, resistance qarshilik daraja hisoblanadi. Xo'p, вот keyingisi support va resistance darajalari bozoridagi shakli qanaqa bo'ladi? Support va resistance darajalari bozoridagi daraja. Ya'ni bu market strukturani hamma bilsa kerak. Ya'ni xud любой payt support va resistance любой joyda ishlab ketaveradi. Esnari shunisi ham zo'r, ya'ni tushuvchi trendda bo'ladimi, o'suvchi trendda bo'ladimi, qarshilik darajasi va qo'llab-quvvatlovchi darajalar ishlab ketaveradi o'ziga yarasha. Tushundinglar? Ko'pchilik o'ylaydi, например, mana bu support daraja, aynan support darajadan narx kuchli reaksiya olishi kerak deb o'ylashadi yoki вот aytaylikda, mana bu joyda support daraja bor deb hisoblasa, ana shu joydan narx kelib turib kuchli ketishi kerak deb o'ylashadi. Yo'q, aslida unaqa emas. Aslida unaqa emas. Aynan trend buy holatida bo'lganda bizani fokusimiz aynan support darajalarida bo'lishi kerak. Tushundinglar? Har bitta support daraja o'zini вот prinsipida ishlab beradi. Ya'ni narxni harakat qiladi o'sha darajadan qaytarishga. Tushundinglar? Например, bitta ikkita, ya'ni anaqa C1 anaqa ko'rgansizlarmi? C1, C2 support darajalar o'suvchi trenddagi. Вот aynan qaysi daraja qaytarib yuboradi, bu bizaga muhim emas. Ya'ni hozircha muhim emas. Buni bir-biridan kuchli support va kuchli resistance darajalarini aniqlash keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Bizaga ko'rib chiqadigan narsamiz hozir support va resistance darajalarini tanib olish. Ya'ni u qanaqa ishlaydi degan narsada tanib olish. Tushundinglar? Bu o'sha ya'ni misol keltirilgan bu yerda resistance daraja narxi qanday orqaga qaytarib yuboradi, support daraja narxi qanday o'stiradi, narxi yuqoriga yurg'izadi. Ya'ni например, misol sifatida bu yerda sizlarga ko'rsatilgan bu rasmda va realniy grafikdagi buni qanaqa topish kerakligini
ko'rsataman hozir. Xo'p, endi xo'p, breakout degan narsa bor esinglarda. Ya'ni narx qo'llab-quvvatlovchi darajasi buzilishi. Va yana bitta sizlar uchun qoida, agar ya'ni aynan qo'llab-quvvatlovchi daraja buzilsa, o'sha daraja qarshilik darajaga aylanib qoladi, ya'ni aks ta'sirini beradi. Oldin qo'llab-quvvatlovchi daraja, ya'ni kuchli qo'llab-quvvatlovchi daraja narxni поддерживать qilib, ya'ni уровень поддержки o'zbek ruschasiga-da, o'zbekchasiga qo'llab-quvvatlash, ya'ni qo'llab-quvvatlab turgan bo'lsa narxni o'sha joydan, agar bu kuchli buzilib ketadigan bo'lsa, qo'llab-quvvatlovchi kuchli qo'llab-quvvatlovchi daraja buziladigan bo'lsa, ya'ni bu isnar tilida breakout, ya'ni buzib o'tish, qo'llab-quvvatlovchi darajani buzib o'tish va aynan o'sha daraja nimaga aylanib qolar ekan? Resistance darajaga, qarshilik darajaga aylanib qolar ekan. Aynan o'sha daraja endi oldin bayga qaytargan bo'lsa, keyin narxni sellga qaytarish uni vazifasi. Bu botda ham xuddi shunaqa. Ya'ni botda R blokda, endi men S blokda ko'rsatdim, R blokda ham xuddi shunaqa. R blok degani o'sha resistance bloki, ya'ni leveli, resistance leveli narxni orqaga qaytarib turgan bo'lsa, buzib ketadigan bo'lsa, endi qo'llab-quvvatlash vazifasini bajaradi. Tushundinglar? Bir-biridan farqi xuddi shu. Endi grafikda ko'ramiz buni misolini. Va bolalar, yana bitta narsa sizlarga aytadigan narsam, aynan Malayziya esnarini, ya'ni qo'llab-quvvatlovchi va qarshilik darajalarini aniq topish uchun вот liniyali grafikdan foydalanishni maslahat beraman. Nimaga? Aynan daraja ko'rinadi. Boya kelishdik-ku, например, вот qarshilik daraja mana bu joyda hosil bo'lar ekan. Bu ya'ni katta harf A, ya'ni hamma biladigan narsa o'sha katta harf A narxni qarshi singan shakli, ya'ni qarshilik darajasi. Bizda bu aynan liniyali grafikda ko'rinadi. Va qo'llab-quvvatlovchi daraja V narxni orqaga qaytarib, ya'ni bayga yurg'izgandagi aynan darajasi. Bu shamli grafikda ko'rsanglar, aynan mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Aytaylik. Bitta yashil, keyin bitta qizil. Mana bu holatda bo'ladi. Shamli grafikda. Ko'pchilik adashadi, например, aytaylik, mana bitta shpilkalar bor-da. Tushundinglar? Liniyali grafikda ko'rinishi xuddi shunaqa bo'ladi, ya'ni resistance darajasi, ya'ni level xuddi shunaqa. Xo'p, bu qarshilik daraja, narxni orqaga yurg'izib yuborgan daraja hisoblanadi. Xo'p, endi вот anaqa qo'llab-quvvatlovchi darajada shamli grafikda xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Например, keyingisi yashil. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Tushundinglar? Bu yerda, например, soyalari bor. Xuddi shunaqa shakl, aynan support daraja, resistance daraja xuddi shunaqa hosil bo'ladi. Va men sizlarga aytganim, nima uchun biz liniyali grafikda support va resistance darajalarini topishimiz kerak. Ya'ni bizga aynan osonlashtirib beradi levellarni aniqlashga. Tushundinglar? Например, qaranglar. Men ketdim, topib ketaveraman support levellarni. Ketdi, aytaylik, например, mana bu joy. Mana bu joy support daraja. Вот mana bu joy kuchli support daraja. Вот nima uchun? Nima uchun mana bu daraja emas, bu daraja? Chunki aynan bu daraja narxni kuchli mana bu yurishga olib kelgan. Mana bu yurishga narxni aynan singan joyi, mana aynan singan joyi shu joyga to'g'ri kelyapti, to'g'rimi? Endi narxni aynan selldan bayga sindirgan joyidagi harakat mana bu holatga olib kelyapti. To'g'rimi? Mana bu holatga aynan shu darajadan keyin narx. Xo'p, endi aynan
har bitta support xuddi shunaqa kuchli yurish olib kelgandagi supportlar, ya'ni bundan keyin aynan narx o'sha singan darajadan kuchli yurish qilganmiz, значит o'sha qaytgan darajasi kuchli support hisoblanadi. Bu ham xuddi shunaqa, ya'ni aynan mana bu joydan mana bunaqa yurish bo'lgani uchun narx mana bu joyi, ya'ni aynan support darajasi kuchli daraja hisoblanib qoladi. Ya'ni aynan o'sha joyga daraja tortsanglar xuddi shunaqa ko'rinishga keladi. To'g'rimi? Endi bular kuchli darajalar hisoblanadi. Endi bularni kuchli narxni, endi kuchli narxni qaytargan darajalari qarshili darajaga aylanib qoladi. Ya'ni aynan qarshili daraja xuddi shunaqa belgilab qo'yasizlar. Ya'ni xuddi mana bu qizil chiziqlar o'zini qarshili darajalarini breakout qildimi, значит bu kuchli support, bular qarshili darajasini breakout qilingan qarshili darajalar hisoblanadi. Ya'ni resistance darajalar hisoblanadi mana bu darajalar. Mana bu darajalar. Va mana bu darajalar qarshili daraja. Kuchli qarshili daraja deb tushunishimiz kerak. Mana bu darajalarni qarshili daraja deb tushunamiz. Tushundinglar? Chunki mana bu qarshili, ya'ni mana bu narxni singan joyi xuddi shunaqa kuchli narxni qulashiga olib kelgan hisoblangani uchun bular kuchli qarshili darajalar hisoblanadi. Bu endi M15 time frame uchun, например, sizlarga support va resistance tushunarli bo'lish uchun sizlarga aytyapman. Что bu narsalarni, ya'ni support va resistance sizlar tanib olishliklar uchun. Tushundinglar? Biz qiladigan ishimiz support va resistance darajalarini tanib olishimiz kerak. Вот boya sizlarga, ya'ni dars boshida aytildi. Mana bu joylar V, to'g'rimi? Mana bu joylar katta harf A, to'g'rimi? A desanglar bo'ladi. Chunki mana bu qarshilik darajada, ya'ni katta harf A deymiz buni. Xo'p. A, to'g'rimi? Shu katta harf A. Xo'p, V blok, to'g'rimi? Kuchli support. Mana bu darajalar A bloklar, to'g'rimi? Bu joylar A blok, V, A bloklar, supportlar. Tushundinglar? Chunki bular har bittasi narxni mana bu kuchli qulashga olib kelgan. O'shaning uchun ham bular kuchli qarshilik darajalari hisoblanib qoladi. Mana bunaqa kuchli qulashlarga olib kelgani uchun bular kuchli qarshilik darajalar hisoblanib qoladi. Вот по пути man bilachi, bular ham V ku, to'g'rimi? Mana bu darajalar, mana bu darajalar, mana bu darajalar, to'g'rimi? Bular ham V ku, to'g'rimi? V bo'lgani bilan, to'g'ri, bular ham support darajalar hisoblanadi. Bular zaif qo'llab-quvvatlovchi daraja hisoblanadi, ya'ni support daraja. Zaif qo'llab-quvvatlovchi darajalar hisoblanadi. Bular ham ishlaydimi degan savollarga, bular ham ishlaydi, faqat nima ekan? O'z nomi bilan zaif, ya'ni unchalik darajada ishonch berilmaydi bu qo'llab-quvvatlovchi va qarshilik darajalariga. Xullas, nima bo'lganda ham biz bugungi darsda support va, ya'ni support va resistance darajalarini tanib olishimiz kerak edi. Xuddi shunaqa shaklda sizlar harakat qilasizlar, что support va resistance darajalarini kuchli va zaif support, kuchli qarshilik va zaif qarshilik darajalarini xuddi shunaqa tanib olasizlar. Xo'p, keyingi darsimizda davom etamiz. Keyingi darsimizda keyingi lesnar bo'yicha keyingi qo'shimcha ma'lumotlarni o'tamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishinglarni so'rab qolgan bo'lardim. Bu keyingi darslarni chiqishiga, keyingi darslar live shaklda o'tib berilishiga sizlar ham o'zinglarni hissanglarni qo'shgan bo'lasizlar. Hammalarga rahmat, charchamanglar.